Assalomu alaykum. Trader Realtor ko'chmas mulk agentligi kompaniyasi tarafidan navbatdagi xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Uyimiz 120 kvadratdan iborat bo'lgan. Bitta oshxona, bitta zal, ikkita spalniya, bitta sanuzel, bitta kladovkasi bor o'zini. Uyimiz novostroyka, polniy yangi jihozlangan, hali birov yashamagan uy. Uyimizning hol qismi, qismidan chapga o'tganimizda mana oshxona holatlari 100% jihozlangan. Bu tarafdan chiqqanimizda chap tomonda mana zal qismi. Uyimizni bu tarafda mana spalniyasi bor. Spalniya holati. Har bitta xona, har bitta detali mukammal, umuman 100% chiroyli qilib ta'mirlangan. Bu sanuzel qismi. Bu tarafdan chiqqanimizda endi mana kladovkasi. Eng asosiy tarafiga o'tamiz. Kattalar xonasiga. Mana spalniya. Mebel texnika jihozlarini o'sha videoda ko'ringanda hammasi mana uyimiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, shunday baqachorsida Dream House'da 3-qavat bu joylashgan bo'lyapti. Polniy manzarasi ko'rinib turadi shaharda. Ushbu xonadonimizni egalari tarafidan 105 ming AQSh dollari so'ralyapti. Jihoz, texnika, hamma narsasi bilan. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 91-202-70-30 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa hammaga shunaqangi uylar nasib qilsin.